Bizga esa mayli hozir. Hit o'yinida yulduzlarimiz ko'paytirib 10 taga chiqishga harakat ko'ramiz. Hozircha biz gaplashsak, birinchi o'yinda ko'rib turganingizdek sostavimizni ko'rsatamiz hozir. 10 talikdamiz menejer modda. Bunda 20 talikka chiqdim. 1-2 yutqizishlar bilan yana ortga qaytib qoldim. Bunga 20 talikka chiqdim. Bunda ham 10 talikka chiqdim. Keyin yutqizib qo'ydim yana. Ko'rib turganingizdek 25 over 100. Bitta zo'r ish qilib ko'ramiz. Hozir o'xshasa like bosib qo'yasizlar. Voy, internet nimagadir qatyapti. Bo'ldi, bo'ladi. Bitta qo'yaylik yana bitta. Bo'ldi. Hozir biz o'yinga kirib ketamiz. O'xshasa like bosib qo'yasizlar. Wi-Fi zo'r ishlayapti. FPS shundan bo'lib qopti. To'g'ri bo'lsa kommentga yozib qo'yinglar. Bizda hozir 6 ta yulduzchamiz bor. Davayda stol ketdik. Bitta yutsam birinchi o'yinga chiqib olaman. Bu kirmayapti. Voy, nimaga mana bo'lyapti? Yo'q, bo'lmayapti bunaqangi. Voy, bilan endi o'ynayman deganda alini o'ynab chiqdim-ku. Bu nima pidarazligi bu? Yo'q, nimaga fazla ko'p to'plaganmiz? Shu yozib qo'yinglar, o'zlaringiz aytinglar, shundan bo'lyaptimi? Nima qilardik? Mening umid bosamiz endi. Ko'p to'plagan shekilli-ga. Shu videoga 10 ta like yig'sa, topib ko'ramiz. O'zi har kuni qilyapman почти. Lekin prosmotr yig'mayapti, like yig'mayapti. O'shaning uchun ham qiyim kelmayapti meni. Nima ishlamayapti? FC'ga bitta o'chirib kirib boraman. It's in the game. FC nima bo'lgan? Bunga FC'ga internet tekshiramiz. Internet eng zo'r yo'li bitta tashlab ketsa zo'r ishlaydigan bo'ladi. Nima deyapti? Ko'ringlar internetda. Mana. Nima deyapti? Ishlamayaptimi? Misolda, mana. Tugamayaptimi? FC'ni ko'ringlar endi. Даже Wi-Fi'dan olmaydi. Bu Wi-Fi'dan. It's in the game. Bu FC'dan bu. To'g'rilash kerak bunaqasini. Yana qorayib ketdi. Bu nima bo'lyapti bunga hozir bilmayman. It's in the game. Men ham o'zim ham ko'nglim to'lib ketyapti FC'dan. O'ynagim kelmay qolyapti. Endi dashat ishladi mana, endi ishlab ketdi. Mayli, bir marta, ikki marta o'ynaymiz. Balki ko'proq ham o'ynarmiz. Shu 10 talikka chiqib qo'yamiz. Yana video qilamiz. 20 talikka chiqamiz. Xudo xolasa, unda video uzunroq bo'ladi. Bitta 10 ta yulduzcha to'plashimiz kerak. Megabayt nima sanayapti bu? 407.
Ha, endi kiryapti. Videoning 5 daqiqasi shu bilan o'tib ketdi. Yo, nima bo'lyapti bu? Yo, odam topilmasa buni sanab ketaveradi-yo. Seni onangni. Mashina bo'lganda. Sigaretga yo'q shekilli. Ularni bermayman. Kimga? Menga hozir 16 yetarli. Bir so'mish olamiz bu yoqdan. Mana 16 yozib qo'yibdi, 16 kerak emas. Qancha arzon bo'lsa ham bu narsani bizga qancha mingta bo'lsa ham mingtaga yo'q-da. Ikkisiga buni yo'q ekan. Bizga yana 500 ta kerak. Ikkita 117 kerak. Bu yoqdan kodel almashtirishim kerak. O'zga mal almashtirdim. Mana O'zim Gabriel almashtiraman desam, Gabriel arzonroq chiqib ketadi. Gabriel arzonroq ekan. Bitta versiya yetadi. Ikkita yo'qdan bitta versiya 7 bo'lsa bo'ldi. Gabriel olmadi. Xuddi arzon. 116 o'yinga 3 ta ketadi, 4 ta 115 ketadi, 2 ta 117 ketadi. Juda qimmat ekan. Eng arzoni mana shu bo'lsa kerak. Pedriga ma'qul ketadi. Endi Pedri yo'q. Olsam bo'lardi-yu. Pedrini olmadim zapisga. Pedri. Ko'pi hozirgi UFC'ning eng kuchli variantidan hozircha. Statistikalar talant. Bu degani bildim ma'nosini. Bu hali save qilganda dushman oldiga tushirib qo'ymagan to'pda uzoqroqqa save qilib yuboradigan talant ekan bu. To'pni urib yuboradi uzoqroqqa. Shunaqa talant ekan.
Sizlar tushuntiryapman sizlarga. Tayyor yetti shu zonasiga endi ham bor ko'rgan. Hop, to'rt statistikasi unga ancha kuchlilarniki. Hadi. Bir de gördüm boshqalarda. Full max bo'lgan. Tak. Mayli, sog' bo'la, salomat bo'la, like bosishni unutmanglar.